qora mehnat bozoriga maktab bitiruvchilarni har yili 70% kasb tanlolmagani uchun kirib kelishyapti. Sizni farzandingiz shularni orasida bo'lmasligi uchun nima qilish lozim? Men Zarina Po'latova bugun sizlarga bu haqida aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va biz bilan qoling. Sizlarga foydali videolar hali ko'p bo'ladi. To'g'ri savol, kasbga birinchi qadam bu maktabdan boshlanadi. Maktabni bitirayotganda emas, 9-sinfga o'tganda emas. Meni maktabga birinchi qadam bilan bolangizga o'sha kelajakdagi hayotini qurib berasiz. Qanaqa qilib? Hozir 90% ota-onalar bemalol aytolaman, maktab tanlashda ko'proq komfortiga, holatiga, xususiy maktablarga ko'proq qiziqib tanlashayotganini guvohi bo'laman. O'zim mana atrofimdagi kim bilan gaplashmay, xususiy maktabga nimaga bermagansan? Nimaga xususiy maktab? Yo'q. Maktab tanlayotganda albatta qarashimiz kerak holatiga, maktabda qanchalik bolamizga komfortni, shularga ham qarashimiz kerak. Lekin birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, biz maktabga bermaymiz bolani, biz ustozga beramiz. Ustoz tanlashimiz kerak, maktab emas. Birinchi sinfga boryapti bola, bo'ldi, birinchi kunidan maktab haqida uni tushunchasi shakllanadi. 2-sentyabrda bordi maktabga, maktab уже bunaqa ekan deb ustozi muomalasi, ustozi birinchi ko'rinishi orqali bola butun maktabga baho beryapti. Va shu ustoz bilan 4 yil bola shakllanadi. Bino quryapsiz, birinchi fundament qurasiz-ku, xuddi shunaqa bolani kelajagini quryapsiz. Birinchi fundament bu birinchi ustoz. Birinchi ustoz qanchalik yaxshi bo'lsa, birinchi ustoz qanchalik to'g'ri tanlangan bo'lsa, fundament shunchalik baquvvat bo'ladi. Oilamizda bitta bolani katta qilamiz 7 yoshgacha, hamma narsaga ahamiyat berib, to'g'ri qilishga harakat qilib, maktabga borgandan keyin ustozi bitta noto'g'ri gapi, ustoz ham mayli, atrof muhitini, do'stlarini bitta noto'g'ri gapi farzandimizning kelajakda o'zi haqida fikriga ta'sir qilib qoladi. Qanchalik o'zi haqida fikri to'g'ri rivojlanmagan, to'g'ri yo'naltirilmagan bo'lsa, bola shunchalik omadsizman deb o'ylab, o'zini chetga surib boraveradi. Bu narsa kelajakda rostdan ham omadsiz inson bo'lishiga ta'sir qiladi. Ustozni yana qanaqa skillslar bo'lishi kerak? Ustozni qaysi sifatlari eng asosiy sifatlar? Bu birinchisi to'g'ri muloqot deb sanadik. Ikkinchisi zo'r o'qitmasin. Zo'r o'qitmasin nima degani? Talabchan bo'lishi kerak emas ustoz. Yumshoq bo'lishi kerak. Yumshoq degani juda bo'sh bilan yumshoq farqi bor-da. Yumshoqlikda o'rgatish kerak bolaga, chunki bola endi shakllanyapti-da, ya'ni bilmagan narsasini o'rgatyapti. O'zingiz bir nima bilmasangiz-da, kimdandir so'rasangiz, urishib bersa, shuni ham bilmaysan, noto'g'ri qilyapsan desa, o'sha odamdan qaytib so'ragingiz kelmaydi. Ammo shuni ham bilmaymanmi deb o'zib ketdi. O'zingiz ichki ovozingizga aylanib qoladi-da. Tanlayotganimizda shunga qarashimiz kerak. Yumshoq degani shu ma'noda. Sabrli, to'g'ri sabr bilan tushuntirib beryaptimi? Qanchalik to'g'ri tushuntirib beryapti? Bolalarni bir-biri bilan taqqoslamayaptimi? Shu jihatlar bo'lishi kerak. To'g'ri yo'naltirish kerak. Masalan, agar uyga vazifani qilmading deb hammani oldida urishishi bu to'g'ri emas. To'g'ri yo'naltirish nima? Nimaga vazifani qilmading deb oldiga borib so'raydi. Sababini bola sekin aytadi yoki uyalib aytmaydi. Aytmasa darsdan keyin olib qolib sekin so'rash yoki ota-onasidan sekin so'rab olib, keyin bolani o'sha bilib oldi bolani kачествосini-da, keyin mamlaqasiga qilamiz. O'sha bolaga individual yo'l topib qilish bu yo'naltirish. Bolani o'sha dars qilishga yo'naltiryapti bola, o'qituvchi. U sinfdagi общий bolalarning xarakteridan kelib chiqib emasda, individual podxod topa olyapti o'quvchiga. Mana bu to'g'ri o'qituvchini kачествоsi sifatiga kiradi. Nimaga ko'pincha xususiy maktabda maslahat bermayman ota-onalarga? Xususiy maktabda hayot juda oson qilib ko'rsatiladi. Hamma narsa tayyor, hamma narsa bor, keladi, o'qiydi, o'qituvchi bolani qo'shqovog'iga qarab muomala qiladi. Nimaga? Chunki bu ota-onasi pul to'layapti-da.
agar salbiy muomala qilsa pul to'lab qo'yapman-ku deb janjal qiladigan ota-onalar bor. O'shaning uchun o'qituvchi bolaga moslashyapti. Hamma narsa bolaga moslashyapti. Xohlasa borib siraz ovqat beriladi, qorni och. Hammaligi bir xil, unaqa baland past ko'rmaydi bola. Shu tarafdan men qarshiman. Atrof muhit bir xil. Bola maktabni bitirayotganda o'ylaydi, dunyo ham mana shunaqa. Hamma bir xil. Lekin aslida dunyo unaqa emas. Baland bor, past bor. Va shu narsani bola yoshligidan ko'rish kerak. Maktabga xususiy emas, davlat maktabiga berish kerak. Uyda o'tirib olib, kim bo'lasan desa, men milliarder bo'laman deyshadi-yu bolalar. Bu noto'g'ri maqsad qo'yiladi. Yo'q, to'g'ri, milliarder bo'lsin, lekin milliarder bo'lishi uchun uyda yotib olib telefon o'ynash kerak emasligini tushunish kerak. Bizani bolalarda, mana shu kelayotgan даже 1 oylik bolalarda itok qanaqa bo'lishi uchun hozirdan nima qilish kerakligini biladimi? Kelajakda bu bola ertaga bemalol o'zi xohlagan kasbga muvaffaqiyatli shaxs bo'lib yetishadi deb ishonaman-da. Ota-ona bu narsani hozirdan bilishmaydi, bilmasdan turib qilib berishyapti. Unaqa ota-onalar baxtli ota-onalar deb hisoblayman. Noaniq deb o'ylagan ko'pchilik sferaga ham hozir minglab studentlarimiz bor, o'quvchilarimiz bor. Shularning ota-onasiga men rahmat aytaman. Bilasizmi nimaga? Chunki hozir aytganimdek, o'zlari bilmagan holatda farzandlarini muvaffaqiyatli shaxs bo'lib yetishishiga katta hissalarini qo'shyapti. Qanaqa qilib? Nimaga? Men ham krujokka borganman, hech narsani eplolmadi, qiziqmadi. Mana shu qiziqmadi degan joyida hamma narsa yotibdi. Qachon qiziqmaydi bola? To'g'ri podxod qilinmasa bolaga nisbatan o'quv markazida, o'quv jarayonida to'g'ri podxod yo'q, metodika to'g'ri tuzilmagan. 7 yoshli bolaga 15 yoshli bolani metodikasi zerikarlilik qiladi, qiyinlik qiladi degan narsani tushunmaslik oqibatida bola qiziqmaydi. Noto'g'ri tanlov oqibatida bo'ladi. Men qo'rqmasdan aytaman, men ishlayotgan IT akademiyani katta yutug'i nima? To'g'ri metodika qo'yib olganimizda. Qo'rqmasdan aytaman, qayerga borsam, bizda podxod to'g'ri qilinadi. 7 yoshli bola, 7 yoshli bolagacha bolachaga qilgandek podxod qilinadi, metodika beriladi. 15 yoshliga 15 yoshli bolaga qilingan metodika beriladi. Qanaqa qilib? Masalan, bunda olib qarasangiz, coin sistemamiz bor. Bu nima? 7 yoshliga ham berilyapti o'sha coin, 15 yoshliga ham berilyapti o'sha coin. Lekin 7 yoshliga shunaqa vazifalar beriladi. 15 yoshli coin olgan boladagi u ham ola oladi. Yo'q, men kichkinaman, qila olmas ekanman degan narsa bo'lmaydi. Ustoz tomonidan to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri individual podxod bilan birga o'qitilgani sababli xuddi shunaqa coin oladi. Coinini evaziga o'ziga biror narsa sotib oladi yoki biror yutuq oladi. Bu nimani beradi? Bola maqsad qo'yyapti, biror hozir men bu zadaniyani qilsam 100 coin olaman. 100 coinimga 2000 coinim bor, 2100 coin bo'ladi. 3000 qilsam naushnik olaman. Как раз naushnikim yo'q. Adam bilan oyimga aytib o'tirmayman-da, o'zim dars qilib olaman degan maqsad qo'yyapti o'zi. Bu katta narsa. 15 yoshli bolaga masalan kerak notebookiga nimadir. Xuddi coinini ko'proq qilib ola olyapti. Mana bu yerda bitta coin sistemasini o'zida qanchalik podxod yotibdi ko'ryapsiz. Shunaqa metodikalarimiz juda ham ko'p. Biz har kuni ishlaymiz metodikalarning ustida. Ana kuni bitta o'quvchimiz kelyapti. 15 yoshli bola proyekt qilibdi. O'qituvchisiga maqtanayotganda eshitib qoldim. $700 ga sotibdi proyektni. Yonimda ishlaydigan odamlarga qarab, 15 yoshingizda nima qilayotganingiz dedim-da. 15 yoshda $700 ishlaganiga havasim keldi. O'sha birinchi loyihasini $700 ga sotibdi. Zakaz olgan, $700 ga gaplashgan, o'zini mehnatini yana narxini ham bilib sotgan. Bu narsani hammani oldida, o'rtoqlarni oldida o'qituvchisiga maqtanib gapirib berayotganda eshitib qoldimda, "Vau" dedim. Buni nima jim o'tiribsizlar, aytish kerak hammaga. Bu katta narsa. O'zingiz 15 yoshingizda nima qilgansiz?
hozirgi bolalar juda vaqtli rivojlanyapti, vaqtli kasb egasi bo'lyapti. И ko'rib boryapman, rivojlanayotgan yoshlar, mana shunaqa yoshlar, zamonaviy yoshlar deb hisoblayman. Bizda bunaqa o'quvchilar 100 talab. O'zini prosta sinfdoshi bilan taqqoslasa ham bemalol qancha ustunliklarini topishi mumkin. Shunaqa yuzlab o'quvchilarimizni ko'rayotganimda, уже birinchi o'zini yonini olganda, значит biza bemalol shu bolani, o'sha bola ham qachondir o'yin o'ynashi, ko'p telefonda o'tirib o'yin o'ynayapti degan muammo bilan kelganda, shu bolani olib, o'qitib, birinchi millionini biza ishlashiga sabab bo'ldik deb bemalol ta'minlab berayotgan ekanmiz deb xursand bo'laman. Ich-ichimdan mentorlarimizga, o'qituvchilarimizga yana ham rahmat aytaman. To'g'ri yo'ldamiz deb. Ota-onalarga alohida rahmat. Bu ota-onalarni katta yutug'i deb hisoblayman. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz farzandi kelajagiga befarq bo'lmagan ota-onalar safiga kirasiz. Siz akademiyamiz tomonidan maxsus chegirmaga ega bo'ldingiz. Hoziroq quyidagi nomerlarga telefon qiling, bog'laning va chegirmangizni qabul qilib oling.